Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar jo'ra turgan qatorchilar, jana Instagram qatorchilari, aychiga jimoat Instagramga qator qo'yinglar. Bugungi kunga juma 2026-yildan 14-iyun kuni biz Mo'qas shahriga kelib, valyutalar ko'rsatib tartiblashinda az valyutalarni ko'rsatib, bizlar olsavoy valyuta komiteti qo'yinglar. Hurmatli tug'anlar, Kapital bankka keldik. Bu yerda 87 so'm 40 tiyin dollar, 99 so'm 80 tiyin euro. Bu yerda 1.13 ekan. 1000 rubling 1113 so'm pul bo'ladi ekan. Qarangizlar. Kapital bank hozir Doskirda banklar qancha ko'ramiz. Hurmatli tug'anlar, Doskirda bankda da shunday ekan. Qarangizlar. Doskirda bankda da shunday ekan. Hurmatli tug'anlar, Finkan bankda da 87 so'm 40 tiyin dollar, 99 so'm 80 tiyin euro. Bu yerda da 1.13 ekan. Biz chiqamiz, hurmatli tug'anlar. Barizlarga o'zim atimdan jana Mo'qat xabar jinoat etgan Allohdan tinchlik omonchilik qolib, bugun juma bayramida muborak bo'lsin. Barizlarga Mo'qat shahridan salom aytaman. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.